Tez kasal bo'lishning sabablari nimada? Tez kasal bo'lishning sabablari juda ko'p bo'lishi mumkin. Quyida eng ko'p uchraydigan omillar keltiriladi. Immunitetning zaiflashishi, surunkali stress, yetarli uxlay olmaslik, organizmning ortiqcha charchashi, chekish va spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, noto'g'ri ovqatlanish, oqsil yetishmasligi, meva va sabzavotlarni kam iste'mol qilish, vitamin va minerallar tanqisligi, ayniqsa D vitamini, C, rux, temir vitaminlaridir. Surunkali kasalliklar, qandli diabet, allergiya, surunkali sinusit yoki tonzillit, astma, buyrak yoki jigar kasalliklari, gigiyena va atrof muhit, qo'llarni kam yuvish, kasal odamlar bilan tez aloqada bo'lish, havosi yomon shamollatiladigan xonalarda uzoq vaqt qolish. Ichak salomatligi. Immunitet hujayralarining katta qismi ichak bilan bog'liq. Ichak mikroflorasining buzilishi ham tez kasallanishga olib kelishi mumkin. Kam jismoniy faollik, harakatsiz turmush tarzi, qon aylanishi va immun tizimiga salbiy ta'sir qiladi. Kam suv ichish. Suv yetishmasligi shilliq qavatlarni himoya funksiyasini pasaytiradi. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Agar yilda 6 martadan ko'p shamollasangiz, infeksiyalar juda uzoq vaqt davom etsa, tez antibiotik ichishga to'g'ri kelsa, vazn yo'qotish, kechasi terlash yoki uzoq davom etuvchi isitma bo'lsa, unda terapevt yoki immunolog ko'rigidan o'tish tavsiya etiladi.